Aka, agar qulaylik haqida gapirsak, albatta injektor sistema bizaga qulayliroq Damas'ga. Bilasizmi nimaga aka? Nimaga? Qarang, mana bu karburator bo'ladi, mana bu tramblyor bo'ladi. Karburator sistemani har doim tozalab turish kerak. Regulirovka, chistka. Har gazga o'tganingizda yoki yomon benzin quyib qo'yganingizda buni regulirovka qilib chistka qilishingiz kerak. Har bitta chiskangiz 800 ming so'm aka. Hisoblavering bu yog'iga. Kamida 2 oyda bir qilasiz aka. Tramblyor har doim zajiganiyasini переключение qilish kerak, zajiganiya regulirovka qilish kerak aka. Odatiy holda bu ham har doim regulirovkada bo'lish kerak. Suv tegib ketsa ishlamaydi. Injektor sistemaga o'tamiz aka. Injektor sistema kundalik foydalanishimizga barqarorroq bo'ladi aka. Yo'q, Yoqilg'i kamroq, точный sep beradi, ortiqcha benzin ishlatmaydi. Karburatorda odatiy holda quvvat pastroq bo'ladi aka. Injektorda mashina kuchliroq bo'ladi. Kamida 5 ta 7 ta ot kuchi qo'shiladi. Bunga programma qilsangiz bo'ladi, diagnostika qilsangiz bo'ladi. Uncha-muncha suvdan qo'rqmaydi aka. Rasxodinglar ham shunga yarasha kam bo'ladi. Karburatorda 10 ta 15 ta rasxod qilsa aka, injektorda 7 ta 6 ta rasxod qiladi. Buni bitta diagnostika qilasiz, regulirovka qilasiz. 4-pokoleniya metan propan o'rnatsangiz, bir martada qishda yo yozda gazdan benzinga o'tib ketaveradi. Har doim sozlama qilish kerak emas karburatorga o'xshab aka. Demak, bizada qulayliroq kundalik xizmatimizga injektor yaxshi. Polniy hamma joyi elektronika, sistema точный bo'ladi. Xatosiz ishlaydi aka. Bitta diagnostika OBD orqali polniy regulirovka qilsangiz bo'ladi. O'zini kompyuterlari bo'ladi aka. Aka, demak xulosa, injektor ertalab ishga osonroq tushadi, karburatorga o'xshab patsos tortib o'tirmaysiz sovuq kunlarda. Yoqilg'i aniqroq beradi va motoringiz barqarorroq ishlaydi. Mana shunaqa ajoyib injektor xizmatlari kerak bo'lsa, albatta Proyekt Damas komandasiga murojaat qiling.